Kung Fu Panda franshizasini unutilmas qilgan narsa faqat jang xoreografiyasi emas, balki uning afsonaviy ustalaridir. Bu olam multfilmlardan tashqari multseriallar orqali ham kengayib, qadimgi Xitoy mifologiyasiga xos ramziy qahramonlarni taqdim etdi. Agar franshizadagi kuch bo'yicha eng cho'qqida turadigan personajlar Ugvey va Po deb o'ylasangiz adashasiz. Chunki bugungi videoda Kung Fu Panda olamidagi mantiq qonunlariga bo'ysunmaydigan, dushmanini barmog'ini uchi bilan yenga oladigan 7 ta eng qudratli personajlar bilan tanishib chiqasiz. Agar boshqa franshizalar haqida ham shunga o'xshash top ro'yxatlar ko'rishni istasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chunki agar ushbu videodan bor yo'g'i 400 ta obunachi keladigan bo'lsa, yangi video kanalga joylanadi. 7-o'rinda General Kai. Bir vaqtlar Ugveyning safdoshi bo'lgan va pandalardan Chi energiyasini boshqarishni o'rgangan Kai haqiqiy daho edi. Ammo ochko'zligi sababli Ugvey tomonidan ruhlar olamiga surgun qilindi. U yerda 500 yil davomida Chi so'rish qobiliyatini mukammallashtirib, son-sanoqsiz ustalar, hatto Ugveyning ham hayotiy kuchini o'g'irladi. U uzoq masofaga chiquvchi nefrit pichoqlari bilan jang qiladi va qurbonlarini nefrit zombilariga aylantiradi. Uni faqat to'g'ridan-to'g'ri Chi hujumi bilan yengish mumkin edi va yakunda u Po va pandalar qishlog'ining birlashgan kuchi oldida mag'lub bo'ldi. 6-o'rin Kepa. Tarixdagi ilk ajdar jangchisi va iblislar hukmdori bo'lgan Kepa Tinchlik vodiysiga juda katta xavf sola olgan. U Ugvey butun kuchini sarflab jinlar armiyasini muhrlagan eng zaif pallasida unga hujum qilib, uni yengandi. Keyinchalik Ugvey kuchini tiklab, Kepani oddiy cho'chqa tanasiga muhrladi. Biroq oradan yillar o'tgach, muqaddas daraxt bargi to'kilib, Kepa kuchini qaytarib, telekinez va olov purkash qobiliyatiga ega bo'ldi. Nefrit saroyini bittada vayron qila oldi. Shifu va shiddatli beshlik ham uni to'xtata olmadi. Faqatgina muqaddas daraxtning kuchini olgan Pogina uni yenga oldi. 5-o'rin Ustoz Ugvey. Dono toshbaqa Ugvey yoshligida yengilmas qo'shinlar yetakchisi va kung fu asoschisi bo'lgan. Pandalar qishlog'ida Chi energiyasi sirlarini o'rganib, uni boshqa ustalar bilan baham ko'rdi. Ushbu sehr yordamida yolg'iz o'zi jinlar armiyasini yenga olgan. Ugvey keksaligida ham Kaining pichoqlarini qo'li bilan to'xtata oladigan darajada kuchli edi. U doim tinchlikni istagan va vafotidan keyin ham ruhlar olamida o'z qudratini saqlab qolgan. 4-o'rinda afsonaviy ajdarho jangchisi Po. Po shunchaki omadli panda emas, balki yashindek tez o'rganuvchi jang san'ati dahosidir. Chi energiyasini to'liq bo'ysundirganda uning atrofida ulkan oltin ajdarho namoyon bo'ladi. Bu holatda u osmonga ucha oladi va energiyasi bilan dushman qurolini zarrachalarga bo'lib tashlaydi. Seriallarda u bitta zarba bilan ulkan portlash keltiruvchi va afsonaviy 12 imkonsiz harakatlardan biri bo'lgan gumburlagan shamol bolg'asi kabi sirli texnikalarni ham o'zlashtirib, kosmik kuchga ega tirik afsonaga aylandi. 3-o'rin Zulmat ajdarhosi Jin Diao. Ming yillar avval 4 yulduz turkumi jangchilarining ustozi bo'lgan bu iblis ajdarho qorong'ulik talqiniga berilib, o'z shogirdlaridan ham o'zib ketdi. Ugvey va uning shogirdlari katta talofatlar evaziga Jin Diaoning ruhini kalxat tanasiga muhrlashdi. Jin Diao jarohatlarni bir zumda davolovchi Chi so'rish, telekinez va soyalar armiyasini chaqirish qobiliyatlariga ega. U barcha Chining manbai bo'lgan muqaddas hovuzning qudratini olgach, alanga purkovchi ajdarhoga aylandi. Uni faqatgina hamma pandalar va Poning birlashgan kuchi bilan qayta jilovlashga muvaffaq bo'lishdi. 2-o'rinda Maymunlar qiroli Sun Ukun. Xitoy mifologiyasidan ilhomlanilgan abadiy firibgar Sun Ukun hazilkash, ammo juda kuchli jangchi hisoblanadi. U sehrli tojidan mahrum qilinib 500 yilga qamoqqa muhrlangan bo'lsa-da, ozodlikka chiqqach tojsiz ham Ugveyga qarshi tura olgan. U o'zidan yuzlab nusxalarni yasash, teleportatsiya, tog'dek kattalashish va istalgan maxluqqa aylanish sirlarini biladi. Sehrli toji bilan esa u ushbu franshizadagi mutlaq yengilmas personajlardan biriga aylanadi. 1-o'rinda Ustoz Yao. Ro'yxatimizning g'olibi Ustoz Yao jismoniy mashqlar bilan emas, balki ongi orqali kung fu qonuniyatlarini bo'ysundirgan usta. U kung funi barmog'ini ham qimirlatmay faqat fikri bilan bajaradi. Atigi 5 yoshida muqaddas o'rama topishmog'ini yechgan. Yao fikrlarni o'qiydi va kelajakni ko'ra oladi. U kung funing 5 ta eng maxfiy va dahshatli sirlarini biluvchi yagona personajdir. Garchi o'zini parishon xotir qariya kabi tutsa-da, u aslida yengilmas jangchi. Sizningcha
Kung Fu Panda olamida ustoz Yaoni yenga oladigan personaj bormi? Agar bilsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Videoga esa like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.